Bu hayot yoki mamot masalasi. Bu murojaatim yoshlarimizga. İnson tug'iladi, bu dunyoga keladi va o'ladi. Bu dunyodan ketadi va bu oralig'ida yoki inson yashaydi, yoki yashab qolish uchun harakat qiladi. Yashab qolish uchun harakat bu hayvonlarga xos. İnson yashashi kerak, bu hayotdan mohiyat izlashi kerak, tafakkur qilishi kerak va bu tafakkurimizni bloklagan va bu tafakkurimizga to'sib qo'ygan insonlar jamiyatimizni chiqindiga aylantirmoqchi va bular vaynerlar va blogerlar. Bularga o'zimiz yo'l qo'yib beryapmiz, prosmotr qilyapmiz, o'zimizni ustimizda ishlamayapmiz. Harakat qil deyman. Motivatsiya beraman, lekin bu 1%, qolgan 99% harakat sizdan bo'lishi kerak. Men bu hayotda o'zimning yo'limni topgan, muvaffaqiyatga erishgan inson sifatida shuni aytaman. Men sizlarni ham shunday bo'lishingizni xohlayman. Men bir o'zim emas, jamiyat rivojlanishini xohlaydigan insonman. Men Abdurahmon Ruhullayev bugundan boshlab jamiyatimizni chiqindiga aylantirayotgan, hech qanaqa foydasi yo'q bo'lgan vayner va blogerlardan ommaviy atpiska qilish, ya'ni obuna bo'lishni bekor qilishni tavsiya qilaman. Buni hammaga jo'nating, hamma bilsin. Agar ulardan obunani bekor qilsak, ular bizga ko'rinmaydi va biz o'z bo'sh vaqtimizni to'g'ri narsalarga sarflaymiz. Do'stlar, tushuninglar. Ota-onangiz qarayapti, ularning ko'zlariga qarang. Vaqt bu eng ulug' ne'mat, bu qaytmaydigan narsa. Sog'lig'ingizni, pulingizni qaytarishingiz mumkin. Boshqa narsani qaytarishingiz mumkin, lekin vaqtni qaytarib bilmaysiz. U o'zingizni vaqtingizni eng ulug' ne'matingizni birovlarga qo'shqo'llab shunchaki bekorga sarflab yubormang. Drinking dope turned me to a superhero.